bitta mashinaga elektr skuter kelgan. Nima bu GT Sport, bir bola Line, GT Line, Red Line nimadirlar, xolos. Bilmadim, nima bu? Ajab sal ma'mulga qaraganda yarmi bor ekan. Shu bularda bo'layotgan muammo ekan. Zamonga o'chib holatda ham. Nimaga unaqa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin? Zamonga yoqamiz. Bravo. Tormoz ishlamayapti. Shunga o'xshash muammolari bor, xolos ko'rib chiqamiz. Bu Red Line Competition'mi? Xullas. Fikrlarini yozib ketinglar. Podpiska bo'lganlar uchun rahmat. Kattakon.